Navbatdagi klientimizga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Balandligi 280 ga 4,5 metrda akrilik fasaddan high-tech uslubida mebel qilib berganmiz. Bu yerni ko'rishingiz mumkin. Duxovka mikrovalrovka tepasini ishlov qilib berganmiz. Bo'lkamiz tepasiga sushka kerak bo'ladi. Sushka обязательно mana qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin mana high-tech uslubida 3-2 sm o'zidan o'stirib oladi. Fasadni o'zi va orqalariga podsvetkalarni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin yana bir mana qopmalari tandem mexanizmlari va ayollarning sevadigan eng kerakli narsa tushadigan mashina. Stanish listasi 100% MDF-dan yoniga kabel qo'yib berganmiz. Gaz plitamizni tagiga tortma foydalanib olganmiz. Chuqur, alohida katta mana ko'rishingiz mumkin yopilib ochilishlarni. Gaz plita 60 talik, ichki 60 talik, ichkani tepasidan ham unumli foydalansa bo'ladi. Va eng burchakda katyolimiz joylashgan. Katyolimizda unumli foydalanib joyli qilib ishlov bo'lib bergan. 3-etajlari hammasi 100% ishlaydi. Bu yerda kashmir bilan oq rangi yo'nalashtirganmiz. Kimgadir mashina xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqib, pastiroga qo'llanadi.